Assalomu alaykum aziz baliqchi aka-ukalar. 2026-yil baliqchilik mavsumi hammaga barakatli kelsin. Hozir o'zimiz havzalarda kislorod holatlarini, baliqlarda ovqatlanishini nazorat qilib yurib, ko'pdan beri o'ylab kelayotgan bitta narsa kontent qilishga sabab bo'ldi. Bizni O'zbekiston baliqchilik bozorida Xitoyliklar juda ham ko'payib ketdi. Nafaqat Xitoylik, Eron, yana boshqa davlatlardan bizdagi baliqqa bo'lgan ehtiyojni ko'ryapti-da, baliq narxlarini ko'ryapti-da, qolgan davlatlar bilan solishtiryapti-da, kelib bizni baliqchilik bozorimizda o'zini faoliyatini olib boryapti. Bu juda ham zo'r. Raqobat qancha yuqori bo'lsa, sifatli mahsulot yetishtiriladi, plus narx-navoni arzonlashishiga olib kelinadi. Bu yaxshi narsa, hech kimning qarshiligi yo'q bu narsaga, lekin bizni o'zbeklarimizni nisbatan soddaligidan, balki ishonuvchanligidan foydalanib, ayrim xitoyliklar, misol yem bilan ishlaydigan xitoyliklar yoki baliqchilik dori-darmonlari bilan ishlaydigan xitoyliklar mutaxassis bo'lmagan odamni xitoylikda olib kelyapti-da, bu baliqchilik bo'yicha professional anaqa deyapti, doktor, fan doktori, bu vafshi zo'r deyapti. Uni olib kelib umumiy gaplar bo'ladi-yu, baliqchilikdagi temperatura, ohaklash, kislorod va boshqa umumiy gaplardan ozgina tushuncha beryapti-da, o'zini mahsulotini o'tkazish uchun sizni ko'lingizga borib, o'zicha nimalarnidir tekshirgan bo'lib, maslahatlar berib, maqsad o'zini mahsulotlarini o'tkazish. Ya'ni xitoylik degani bu aqlli, bu zo'r, bu yorvoradi degani emas. Xitoylikda misol uchun professional bo'lmaganlari ham juda ham ko'p. Ularda nima uchun raqobat yuqori? Chunki bozorida yashab qolish, ularda raqobat qilish, odam soni shu darajada ko'pligi uchun ular bizga nisbatan aqlliroq ko'rinishi mumkin. Chunki juda ham ko'p raqobatlarga duch kelgan. Lekin bu xitoylik mutaxassis degani, xitoylik professor degani O'zbekistondagi baliqchilarni dardini, baliqchilarning muammosini bittada biladigan emas. Sababi Xitoy havosi, iqlimi birinchi o'rinda. O'zbekiston va Xitoy iqlimi bir-biriga umuman mos kelmaydi. Xitoyda iqlim juda ham bulutli, ser-yomg'ir hisoblanadi. Bizning O'zbekistonda yomg'ir juda ham kam hisoblanadi. Geografik joylashuv jihatdan ham hammaga ma'lum. Bizda quruq iqlim hisoblanadi. Mavsum yoz juda ham issiq hisoblanadi va issiqda davomiyligi uzoqroq bizda. Aytmoqchi bo'lganimki, Xitoy va O'zbekiston iqlimini birinchi o'rinda solishtirishda o'zi xato. Ikkinchidan, eng katta muammolardan biri, mana shu narsaga urg'u berib o'tib ketaman. Xitoyda 1 gektar yerda 50 tonna baliq yetishtiribdi, 70 tonna baliq yetishtiribdi, 100 tonna baliq yetishtiribdi degan savollar qulog'imizga qayta internetlar orqali bong uryapti. Endi mana shu savolga javob, yechim bitta. Xitoyda tovarniy baliq qancha, necha kilo degan savolga javob topa olishimiz kerak. Xitoyda 1 kilo 600 grammdan 1 kilogrammgacha bo'lgan baliq tovarniy baliq hisoblanadi. Uni olib chiqib bozor katta qo'rqmasdan ochib sotib yuboriladi. O'zbekiston bozorida 1,5-2 tepa vaqtki kelsa 2 dan yuqori baliqlar sotilishga qiyin bo'ladi. Ya'ni bir tepa baliqni bizda sotish, undan foyda qilish juda ham qiyin. Qachonki balig'ingiz 1,5 kilodan tepa, 2 kilodan tepa bo'ladigan bo'lsa, bu baliq tovarniy baliq hisoblanadi. Baliqda o'sish koeffitsiyentiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, baliq 1 kilogacha juda ham chiroyli o'sadi. 1 kilodan keyin karmoviy koeffitsiyent yuqorilashadi, suvdagi holat buziladi. Suvdagi holatda asosiy buzilishiga sababda eng yagona sabab bizda muhit, ya'ni suvni ostini kontrol qila olmaymiz. Sababi muddat uzoq. Martdan boshlab kerak bo'lsa balig'imizni dekabrgacha ushlab turamiz, havzani tagini nazorat qilishimiz qiyin bo'ladi. Xitoyda 500, misol 300 grammli baliqni olib keladi-da, sirazi misol 1 gektardan 50 tonnani hisoblab baliqni tashlaydi, haligini boqadimi? Tezlik bilan 600 gram, 700 gram, 1 kilo bo'ldim, baliqni olib chiqib sotadi-da, havzani tagini dezinfeksiya qiladi, yana baliq olib kelib soladi. Bizdagi bozor bilan Xitoydagi bozor, bizdagi talab va taklif bilan Xitoydagi talab va taklifni bir-biriga uyg'unlashtirish juda ham noto'g'ri. Ular mahsulotini o'tkazish uchun biz 1 gektar yerda 100 tonna, 50 tonna baliq yetishtirdik deb aytadi. Bu bizni bozorimiz bilan Xitoyning bozorini farq kattaligida tafovut borligi uchun bizga
ishonish qiyin bo'lib eshitiladi. Bunaqa rezultat qilish mumkin. Baliqda O'zbekistonda qilgan insonlar bor. Misol 100 tonnagacha yetishtirgan insonlar bor. 1 kilogramdan keyin qiynalib, baliqlarni havzalarga bo'lib tashlaydi. Kislorod qiyin bo'lib ketadi, kun isib ketib qoladi, kasallanish holatlari yuqori bo'ladi. Shuning uchun yakuniy xulosa bu mavzuda hali yana videolar qilib chiqamiz, qisqa kontentlar. Hozir endi videoyimiz cho'zilib ketib qoldi. Aytmoqchi bo'lganimki, sizni baliq ko'lingizni, sizni holatingizni, sizni iqlimingizni, sizni ko'lingizni xarakterini sizdan boshqa hech kim tushunmaydi. Sizga kelib maslahat berayotgan, aql o'rgatayotgan insonlar siz uchun sizni ko'lingizni, cho'ntagingizni, xarajatingizni oqibatiga javob bermaydi. Ular prosta tak maslahat berib, yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa u mas'uliyatni bo'yniga olmaydi. Shuning uchun siz o'zingizga investitsiya sarflang, o'zingiz baliqchilik bo'yicha mutaxassis bo'ling, o'zingiz kitoblarni olib o'qing, onlayn kitoblari bor, elektronniy kitoblari bor, olib o'qing, o'zingizni havzingizni, ko'lingizni o'rganing. Tushuning, ko'lingiz qancha baliq ko'tara oladi, qancha baliq katta qila oladi, sizni ko'lingiz tavsalob uchun mo'ljallanganmi, amur uchun mo'ljallanganmi, sazan uchun mo'ljallanganmi, o'zingizni ko'lingizni o'zingiz 100% tushunmasangiz, sizga o'zga sayyoradan kelib turib ham manaman degan mutaxassis sizga yordam bera olmaydi. Shuning uchun bu sizni havzingiz, sizni farzandingiz. Farzandingizni qanaqaligini bilasiz. Misol tariqasida aytyapman. Shuning uchun 5 qo'ldek o'rganishingiz kerak hamma tomonini. Har qanday mutaxassislarga ishonib, u bitta mutaxassis chiqib aytyapti, kechasi oqay seping deyapti, yana bittasi chiqib uni qiling deyapti. Har qanday holatda qaroringizga, siz qabul qilgan qaroringizga, natijasiga o'zingiz javob berasiz. Boshqa odam javob bermaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga ushbu yil barakatli kelsin.